Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizlarni kuzatib borayotgan sifatdoshlar. Akalar, bugun bizlarda sizlar uchun yana bir dona 9 sotuvlik tayyor yer uchastka sotuvda. Joylashgan adresi Jabbor Rasulov noyasi, Yangi qishloq qishlog'ida. Yanada to'liqroq adres Yangi qishloq sentrdan chiqib kelsa 3-marshrutkaning kansasi sizlarga ko'rinib turibdi. Bir 300 metr tepada, bu tarafi Xitoy Qo'rg'oncha Yangobod Yantog'orga chiqib ketadigan trassa akalar. Ko'rib turibsizlar, mashallah mana qatnab turibdi. Marshrutkaning kansasida qishloq sentrdan bir 500 metr 1 kilometr teparoqda joylashgan Mir Muhsinov ko'chasida 9 sotuvlik yer uchastkamiz sotuvda akalar. Ko'ringlar, polsadnikini ko'ringlar. 9 sotuvlik yer uchastka shu darvozadan ichkari hisoblangan. Polsadniki ham o'zi bir ancha chiqib bo'ladi. 1 soatdan oshiq chiqib qoladi. Polsadniki hisobmas. Rolikni oxirigacha ko'rib, barcha ma'lumotlarga ega bo'lib, xaridorlarcha ko'rsatilgan nomerga telefon qilib bemalol sotib olasizlar. Biz sizlarga kirib ichkaridan dalchi hammasini ko'rsatamiz. Aniq xaridorlar oxirigacha ko'rib, ma'qul bo'lsa, shu egasiga telefon qilib sotib olinglar. Narxini bilaman deganlar shundoqqa oxirigacha ko'rsalaring, oxirini ko'rsalaring, o'z narxini aytib o'tamiz. Bu tarafdan polsadnik suv bor joy, mana qo'shni kachka ekib qo'yibdi. Bu tarafda yondagi qo'shni biydan ekib daraxtlardan foydalanadi. Mana shu ikkita polsadnik kim sotib olsa shu odamga qaraydi. Biz mana ichkariga kiramiz. Mana ko'chaning nomi, uyning nomeri, baxt darvozasi. Anchadan bir odam yashagan yo'q. Kimga nasib qilib sotib olsa, dalcha remont qilib sotib oladi. Endi sizlar ichkaridan hammasini ko'rsatib o'tamiz. Ichkariga kirganimizda darvozaxona sizlarga ko'rinib turibdi. 1, 2, 3 ta uyimiz bor. Dalchi bu tarafi tomarqa, tandirxona, qo'ylar uchun joy, kamgina o'tlar taxlash uchun joy va hojatxona, bir mevali daraxtlarimiz bor 3 ta 4 ta. Bu tarafda tokzor. Ko'ringlar, sizlarga hamma uylarni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Keyin narxini aytib o'tib, nomerlarini yozib qo'yganmiz. Xaridorlar sotib olasizlar. Bu uyimiz qulf ekan akalar. Bundan sosteniyasi yaxshi uy, lekin uzunligi shundoq, kengligi shundoq uy. Qulf ekan, biz ocha olmadik. Shu hisobdan mana bunga metrni arentir qilib hisobga olasizlar. Anchadan bir odam yashamaganda aytib o'tdim akalar, shuni hisobga olib, narx-navosini kelib sotib olasizlar. Buni ustini yangi yopishgan ekan. Nima deydi? Oxala qo'yishgan, yaxshi. Kamgina remontchani qilib yashasa bo'ladigan bitta, ikkita xonamiz bor. Bu mana 3-xonali uyimiz. Ko'rsalaring bo'ladi. Mana ko'cha tarafga qaragan oyna, darvozaxonaga qaragan oyna, oxalangan tepalari nimadan desa, fanerdan patolog bu akalar. Ba'da avruzlari ham bor ekan. Bu 3-xonamiz qulf. Svetlari kelgan darvozaxonamizni holati. Bu tarafda tomarqamiz bor. Sizlarga bitta ma'lumot aytib o'tay. Uyni faqat o'zi qoladi. Siz bu karavot, ichkaridagi narvoncha, bu divarlar hammasini olib chiqib ketishadi. Faqat oladigan odamga uyni o'zi qoladi. Bitta 5 tonali hovuz bor ekan. Mana tandirxona bor. Kim qo'y boqaman desa, bitta qo'yxona bor. Bu tarafda kamgina kladovka bashara joy bor. Bu tarafi hojatxona. Bag'i mana dalshi tomarqa. Suv masalasi u darajada problema emas ekan. Tepada bir 3 ta uy tepada skvajni chiqargan qo'shni bor ekan. Undan suvni sotib olib ishlatsa bo'laveradi akalar. Svet hamma joyda bir xil, dokumenti 100% bor. Xo'jaliklarning ichidan bu tarafi hayotni to'ri. Uzungina baqa mana o'g'ilchani hissalaring. Bu tarafgacha hidi bormaydi. Orqa tarafda yo'lcha bor ekan. Orqa tarafda yo'lcha bor. Qo'shnining devorigacha arada suv o'tgan, ariq shotdan kelgan akalar. Narx-navosiga keladigan bo'lsam, shuncha ma'lumotni sizlarga aytib o'tdim. Endi narx-navosini aytaman. Narx-navosi 500 ming so'mga yana savdo bo'ladi akalar. Ko'ringlar, rolikni uy qidirganlarga jo'natinglar. Kimga kerak bo'lsa, mana savdo qilib bemalol sotib olasizlar. Uncha pulni topish o'zi ham bo'lmaydi. Bunaqangi uyni mana topish ham uncha bo'lmaydi. Yangi qishloqni pashti sentrdan bir 501 kilometr teparoqda joylashgan xo'jaliklar ichidan sizlarga mana 9 sotuvlik tomarqa 3 ta uy bilan. Ko'ringlar, ma'qul keladigan bo'lsa bemalol savdo qilib sotib olinglar akalar. Like, podpiska, kommentariyani bosaverasizlar. Biz sizlarga shunaqangi
sotuvdagi uylarni qidirib topib taqdim etishni paydo bo'laveramiz mana. Kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa akalar, hammasini kommentariyga yozsalaring, bizlar o'qib chiqib, bundan keyingi roliklarda takrorlamaslikka harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Uy qidirganlarga video roligini jo'natib qo'yasizlar.